O'zbekiston 2017-yildan boshlab yangi islohotlarni amalga oshirar ekan, barcha sohalarda, jumladan diniy, ma'rifiy sohada ham ijobiy o'zgarishlar, tub islohotlar amalga oshirildi. Mafkuraviy xurujlardan himoya qilish nuqtai nazaridan haqiqiy islom dinining mohiyatini aholiga yetkazish, shu bilan birga allomalarimiz islom dini, hadisshunoslik sohasida tarixda iz qoldirgan ajdodlarimizning ma'naviy merosini chuqur o'rganish bo'yicha ham keng ko'lamdagi ijobiy o'zgarishlar amalga oshirildi. Toshkent shahridagi Imom Termiziy, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, Suzuk ota yoki bo'lmasa aytishimiz mumkin Hazrati Imom majmuasi kabi ziyoratgohlarning, masjid majmualarining shakllantirilishi, rivojlantirilishi ham diniy sohada amalga oshirilayotgan yutuqlarimiz namoyandasi desak bo'ladi. O'zbekiston 2017-yildan boshlab yangi islohotlarni amalga oshirar ekan, barcha sohalarda, jumladan diniy, ma'rifiy sohada ham ijobiy o'zgarishlar, tub islohotlar amalga oshirildi. Ayniqsa O'zbekistonda islom dini qadriyatlarining asl mohiyatini aholiga yetkazish, shu bilan birga sof diniy qadriyatlar va ba'zi din niqobi ostidagi mafkuraviy xurujlardan himoya qilish nuqtai nazaridan haqiqiy islom dinining mohiyatini aholiga yetkazish, shu bilan birga allomalarimiz islom dini, hadisshunoslik sohasida tarixda iz qoldirgan ajdodlarimizning ma'naviy merosini chuqur o'rganish bo'yicha ham keng ko'lamdagi ijobiy o'zgarishlar amalga oshirildi. Jumladan, so'nggi 8 yil davomida mamlakatimizda 100 dan ortiq masjidlar ro'yxatdan o'tkazildi. Shu bilan birga O'zbekistonda 20 dan ortiq yangi diniy tashkilotlar o'zini faoliyatini boshlagan. Alohida ta'kidlashimiz joizki, mamlakatimizda 3 ta yangi qonun va prezidentimizning 30 dan ortiq farmon, qaror va farmoyishlar qabul qilindi. Va 2025-yilning fevral oyida aynan vijdon erkinligi va davlat diniy siyosati sohasidagi konsepsiyaning qabul qilinganligi ham diniy ma'rifiy sohani isloh qilishning yangi davrini boshlab berdi. 2018-yilda O'zbekiston Xalqaro islom akademiyasining ta'sis etilganligi, ushbu akademiya avval Toshkent islom universiteti sifatida faoliyat yuritgan bo'lsa, mazkur oliy o'quv yurti endilikda yangi davrda xalqaro maqomga ega bo'lib, Xalqaro islom akademiyasi sifatida o'z ish faoliyatini olib bormoqda. Shu bilan birga Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Dorimiy kabi buyuk ajdodlarimiz asos solgan hadis maktablari faoliyatini qayta tiklash va rivojlantirish maqsadida ularning boy ilmiy merosini, ma'naviy merosini yoshlarimizga, aholimizga yetkazish maqsadida Samarqandda hadis ilmi maktabi ham tashkil topdi. Shu bilan birga ushbu viloyatda Mir Arab oliy madrasasining tashkil etilganligi ham ushbu sohada yuqori malakali kadrlarni tayyorlash uchun ham zamin yaratdi. Toshkent shahridagi Imom Termiziy, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, Suzuk ota yoki bo'lmasa aytishimiz mumkin Hazrati Imom majmuasi kabi ziyoratgohlarning, masjid majmualarining shakllantirilishi, rivojlantirilishi ham diniy sohada amalga oshirilayotgan yutuqlarimiz namoyandasi desak bo'ladi. Shu bilan birga alohida ta'kidlash kerakki, Qarshi tumanidagi Abu Muin Nasafiy masjid majmuasi, Namangandagi Sulton Uvays Qaraniy ziyoratgohi, Buxorodagi Bahovuddin Naqshband va Yettipir ziyoratgohlari kabi ko'plab tabarruk manzillarga amalga oshirilayotgan islohotlarimiz ayniqsa diniy ma'rifiy sohada erishayotgan yutuqlarimizni aniq ifodasi desak bo'ladi. Mana bunday ma'naviy, ma'rifiy sohada olib borilayotgan islohotlarning asl mohiyati, asl maqsadi bu xalqimizda, yoshlarimizda yangicha dunyoqarashni shakllantirish va vijdon erkinligi, islom qadriyatlarining sof mohiyatini saqlab qolgan holda vatanimizni taraqqiyoti, oila, farzandlarning tarbiyasi, oddiy so'z bilan aytganda shu jamiyat, shu xalq, shu vatan uchun halol mehnat qilish ko'nikmasini shakllantiradi.